Folbinga borgan odamning 40 kun duosi qabul bo'lmasligini bilasizmi? Va bundan ham og'irroq 7 ta oqibati bor. Eng oxirgisi juda qo'rqinchli. Birinchisi, u odamni oxirat kuyadi, hisob-kitobi qiyin bo'ladi. Ikkinchi, hayotidan baraka qochadi. Vaqtidan, ishidan, harakatlaridan, pullaridan baraka ketadi. 3. Yuzidan nur ketadi. U odam ming chiroyli bo'lsin, ko'zi qoshi chiroyli bo'lsin, bu odam yuzi sovuq, xunuk bo'ladi. 4. Hayotidan xotirjamlik ketadi. Bu odam doim vos-vos bo'lib, o'ylanib, g'amda yuradi. Ko'nglida xotirjamlik bo'lmaydi. 5. Folbinga qayta-qayta boradigan bo'lib qoladi. Bor pulini folbinga sarflay boshlaydi. 6. Folbin birinchi bo'lib u odamni o'ziga jin kirgizadi. Va 7. U qancha sehr qilgan bo'lsa, sehrni barchasi hammasi turlari bilan o'ziga uradi. Alloh azza va jalla barchamizni ko'z nazar, sehr, folbinlardan o'zi asrasin. Amin.